Hozir bitta strategiya ko'rib qoldim. Hozir men sizlarga buni tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Любой istalgan joyga bosamiz va yutqizishimiz kerak bo'ladi. Va men bitta qaranglar, mana 69.93 x'ovga turibdi. U yerda 3 ta bratan turibdi. Qaranglar, birinchi, ikkinchi va 5-da, to'g'rimi? Endi biz nima qilamiz? Новая stavka deymiz. 300 ming so'mdan birinchi, ikkinchi, 5-chi. Все. Eng oson taktika ekan. Hozir buni yana sinab ko'ramiz. Hali sizlar bilan sinayapman bu narsani. Tak, birinchi, 4-chi, 5-chi ekan. Xo'p. Yana 300 ming so'mdan tikamiz. Birinchi, bilet, ne повезло, xo'p, dagon qilamiz. 1, 4, bilet. Bizani o'qidi bu. 1, 4, 5. Xo'p. Tak, qaytadan ko'rib chiqamiz hozir. Bilet, yutqizish bosganda, tak, 1da, 3da, 5da ekan. Tak, okey. 300 ming so'mdan 1da, 3da, 5da. Все, pulni olamiz. Hozir yana bitta sinab ko'ramiz. Любой joyga bosamiz. 1, 2, 3da ekan. Endi kattaroq balansdan qo'yib ko'ramiz. 1da, 2da, 3da. Yaxshi bilet, zo'r. Balansni ko'paytirdi. Gap yo'q. Tak, qaraymiz. 2da, 3da, 5da ekan. Xo'p. 150 ming so'mdan 2da, 3da, 5da. Gap yo'q. Mana sizlarga eng oson taktika. Endi bu narsani qaytadan kirib chiqmasak bo'lmaydi bu o'yinga. Что taktika yana ishlaydimi yo'qmi, o'shani ko'rishimiz kerak. Hozir dakansa bosib ko'ramiz oxirigacha. Все. Birinchi, ikkinchi, 3-chi ekan. Xo'p, 169 ming so'mdan birinchi ketdi, xo'p, dagon. Birinchi ketdi, yana bitta dagon. Birinchi, ikkinchi, 3-chi. Gap yo'q. Mana shunaqa qilib turib ishlab ko'rsak bo'lar ekan. Ishlatib ko'rsak bo'lar ekan buni. Tak, hozir yana bitta yutqizib ko'ramiz. Tak, birinchi, 4-chi, 5-chi ekan. Nimagadir birdan shubhalanyapman men. Hozir oqizmasa bo'ldi bu. 5-chi. Gap yo'q lekin. Tak, yo'q. Уже sekin-sekin ko'taryapti balansni. Tak. Yutqizish kutishimiz kerak. Xo'p, birinchi, ikkinchi, 4-chi ekan. 1, 2, 4. Tak, 420 ming so'mdan birinchi, ikkinchi, 4-chi. Gap yo'q. Mana akalar o'xshayapti ekan. Shu menga menimcha yetadi. Charchamanglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Telegram kanaliga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Iloji boricha azobga berilmanglar.